Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yana bitta bemorimizga uylariga ruxsat beryapmiz. Bemorimiz Chimkent shahridan kelgan. Bizda 3 kun oldin slif rezeksiya amaliyotini o'tkazgan edik. Bemorimizda kelgan vaqtlarda 93 kilo edi. Bugun veslarini o'lchadik. 3 kilo minus. Qanday o'tdi operatsiyamiz, opa? Operatsiya juda yaxshi, muvaffaqiyatli o'tdi. Rahmat sizlarga hammalarga. Qiynalmadingizmi operatsiyadan? Yo'q. Unchalik qiynalmadim, yaxshi bor. Sizlarni qanday kuzatib keldingiz? Men sizlarni mana 2023-yildan boshlab kuzatdim. Mana 2 yilcha kuzatdim. Boshqa anaqalar ham bor. Ularni klinikalar bilan qo'shib kuzatdim-da. Keyin ularning ichidan nimaga bizni tanladingiz? Nima tortdi bizlarni klinikamizni? O'zim ham tushunmadim. Nima deydi, bir tortdi-da endi sizlarga. To'g'risi. Ko'proq kuzatdim sizlarni, keyin sizlarga kelishga qaror qildim. Yo'q, bari yaxshi. Nima deb tavsiya berasiz bizlarni kuzatadigan bemorlarga? Endi sizlarni kuzatadigan bemorlarga agar qiladigan bo'lsanglar, o'zinglarni sog'liginglar uchun, men o'zim sog'lig'im uchun keldim. Для красоты emas, misol uchun. Sog'liginglar uchun bo'lsa, kelinglar bemorlar. Juda ham yaxshi joy. Kollektivlari juda ham yaxshi. Odamlari, mehr-oqibatlari juda ham yaxshi. Nomer 1 deb o'ylayman. Toshkent shahrida to'g'risi rosa ham yaxshi. Medsestralar, hamshiralar bari juda ham yaxshi insonlar ekan. Vrachlar hammanglarga rahmat sizlarga. Sog' bo'lasiz. Rahmat.